Assalomu alaykum. Suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati axborot xizmatining rasmiy hamda norasmiy bayonoti. Rasmiyligiga asos shuki, men ushbu tashkilotning axborot xizmati vakiliman. Norasmiyligi esa ushbu rasmiy bayonotda tezislardan chiqqan holda murojaatlar va iltimoslar bilan sizlarga yuzlanmoqchimiz. Gap shundaki, suv ta'minot aksiyadorlik jamiyati hammangizga ma'lum, aholiga markazlashgan toza ichimlik suvini yetkazib berish bilan bir qatorda aholiga oqava suv xizmatlarini ko'rsatadi, ya'ni kanalizatsiya xizmatlarini ham ko'rsatib boradi. Bugungi kunda 255 ta oqava suv tozalash inshootlari mavjud bo'lib, bundan 63 tasi yirik, 192 tasi lokal tozalash inshootlari. Yana shuni alohida ta'kidlab o'tish kerakki, 10.310 kilometr oqava suv tarmoqlari mavjud bugungi kunda. Aholini oqava suv xizmatlari bilan qamrab olinganlik darajasi 21.8% ni tashkil etadi. Davlat rahbarining tegishli topshirig'i bilan ushbu ko'rsatkichni 2030-yilga qadar 30% ga yetkazish ko'zda tutilgan va bu borada aniq mexanizmlar ishlab chiqilgan. Masalaning ikkinchi tomoni, bugungi kunda kanalizatsiya tarmoqlaridan foydalanish, ya'ni oqava suv xizmatlaridan foydalanish darajasi ming afsuski borgan sari pasayib bormoqda. Buni birgina 27-may Qurbon hayiti, muborak Qurbon hayiti bayramida ham ko'rib guvoh bo'lishimiz mumkin. Biz joylarda ushbu kunning o'zida, ya'ni oqava suv tarmoqlariga keladigan chiqindi suvlarni tasvirga olish orqali guvoh bo'ldik va buni bevosita sizlarga ham namoyish etishni maqsad qildik. Marhamat. Barchalaringga bugun 27-may Qurbon hayiti muborak bo'lsin. Ayrim qurbonlik qilayotgan akalar, ehsonni qilyapsiz, yaxshilikni qilyapsiz, lekin jabrini bilasizmi? Mana shu akalar ko'radi. Qo'shtirnoq ichidagi saxovatpesha akalar, eng qizig'i siz qilgan ehsonligingiz bilan maqtanasiz. Bu akalar esa sizni najosatga tashlagan mana bu jonivorning ichki a'zolarini qayerlargadir olib borib ko'mishadi. Bu ikkinchi o'rishayotganmiz. Chechavoqlar me'yordan oshiq. Chechavoq. Andijon shahar suv ta'minotiga qarashli oqava suvlar tozalash inshooti 2026-yil 27-may holatiga shahardan oqib kelayotgan suvlarni tozalash ishlari olib borilmoqda. Yil 27-may kuni Qurbon hayiti aholidan iltimos qolardik. Ona Uchtepada oqava suv kanalizatsiya tozalash inshooti bor. Sizlardan bir iltimos qolardik. Musorlatash hayvonlarni, kuchli qo'ylarni, terlarni, lattalar, musorlatash tashmasini iltimos qolamiz. Bizda texnologiyaga juda kuchli shikast yetkazibdi. Buni qanchalik tozalashga o'z bitximati juda ko'p oqib kelyapti. Sexlardan, zavodlardan, aholidan terlar tashmasini so'rab qolamiz. Bu yerda hammasi texnologiya, lattalar tashmasini so'raymiz. Tikuv sexlardan kelgan narsalarni olishga texnologiya o'z bitmay qolyapti. Temirlar sinib ketishlari. Shu sizlardan shuni iltimos qilamiz. Bizga ko'proq yordam bergan bo'lasizlar. 2026-yil 27-may Termiz shahar Suvoqli Galamni suv keladigan joydan bunday chiqindilarni chiqaryapmiz. Soat 12 o'tib tozalash ishini qilyapmiz. Mana shu bayram kunlari, mana shu qurbonliklarni qoldiqlari mana shu ikkita inshootga keladi asosan. Bir sutkada bu yerda 3 tonnadan ortiq mana shunday chiqindilar chiqarib tashlanadi odatda. Mana shu ichak chovoqlar yoki bo'lmasa boshqa o'sha maishiy chiqindilar, qattiq chiqindilar chiqarib tashlanadi. Bu birinchi navbatda texnologiyaning ishdan chiqishiga olib keladi. Ya'ni nasoslarimiz ishdan chiqadi, biologik tozalash ishdan chiqadi. Lekin bu Qurbon hayiti biz qurbonligini uyda qilib, lekin savobini yo'qotishimiz kerak emas. Chunki bu bayramdan biz albatta ma'naviy oziq olamiz. Bu tashlangan chiqindilar qayerdadir quvurlarga tiqilib, shaharda tiqinlarning yuzaga kelishiga sababchi bo'lishi mumkin. Yurtdoshlarimizdan mana shu kanalizatsiyadan foydalanish
foydalanganda uni me'yorlariga, uni talablariga amal qilgan holda foydalanishlarini, bunday turli hayvon chiqindilari yoki bo'lmasa so'yilgan hayvon qoldiqlarini yoki qattiq gigiyenik vositalarni mana shu kanalizatsiya quvurlariga tashlamasliklarini so'rab qolardik. Mana ko'rib turganingizdek, ming afsuski ilmsizligimiz, ko'r-ko'rona yondashuvimiz orqali qiladigan ishlarimiz mana shunday yomon oqibatlarni, yomon tasvirlarni siz bilan bizga namoyish etishga majbur qilib turibdi. Aslida kanalizatsiya tarmoqlari bu axlat qutisi emas. Kanalizatsiya tarmoqlari, ya'ni oqova suv tarmoqlari xonadondan chiqadigan maishiy chiqindilarni qayta ishlab tabiatga yo'naltiradigan bir vosita hisoblanadi, bir mexanizm hisoblanadi. Lekin ming afsuski biz bundan belgilangan tartibda foydalana olmayapmiz. Yana bir bor eslatib o'tamiz. Kanalizatsiya tarmoqlariga, oqova suv tarmoqlariga axlatlar, qattiq jismlar, dori vositalari, kimyoviy vositalar tashlash mumkin emas. Kanalizatsiya tarmoqlari bu axlat qutisi emas. Kanalizatsiya tarmoqlariga ulangan tadbirkorlar, korxonalar, tashkilotlar avvalambor o'zida lokal inshoot, ya'ni suvni birlamchi tozalab keyin yo'naltirilishi aslida belgilab o'tilgan. Iltimos, hurmatli jismoniy va yuridik shaxslar, kanalizatsiya tarmoqlaridan, ya'ni oqova suv tarmoqlaridan foydalanayotganda madaniyatga, etika, estetikaga amal qilishimiz talab etiladi. Shuni esda tuting. Kanalizatsiya tarmoqlariga oziq-ovqat qoldiqlari, yog', moy mahsulotlari, qurilish chiqindilari, kimyoviy vositalar tashlash mumkin emas. Kanalizatsiya tarmoqlaridan tozalanadigan suvlar yana qaytib qishloq xo'jaligiga, irrigatsiya tarmoqlariga yo'naltiriladi. Bu degani biz bilan siz yashayotgan mana shu tabiatga, mana shu ekologiyaga, mana shu jamiyatga yo'naltiriladi ushbu suvlar. Rasmiy bayonotimiz so'ngida shuni eslatib o'tmoqchimiz. Kanalizatsiya tarmoqlaridan, ya'ni oqova suv tarmoqlaridan foydalanishda tartib qoidalariga rioya etishingizni so'raymiz. E'tiboringiz uchun rahmat.